Iruka sensei, men uchun jo'ninlikka tavsiyanoma yozib bera olasizmi? Nima? Boshqa bolalarga ota-onalari yozib beryapti. Shuning uchun o'ylab qoldim. Yo'q, nimaga? Chunki avval birinchi bo'lib Chunin bo'lishing kerak. Hatto oten 4-ham Genin, Chunin, Jonin bo'lib, keyin Hokage bo'lgan. Va keyinchalik qahramonga aylangan. Oddiy haykal menga tavsiyanoma yozib bera olmaydi. Ba'zan shunaqa narsalar xayolimga keladi. Ehtimol, u toshga aylanish o'rniga tirik qolib, meni uyda kutib olgani yaxshiroq bo'larmidi? Qaniydi, mana ota-onam ham qahramon bo'lishganda edi. Bunaqalar bilan yashagandan ko'ra ota-onasiz yashagan afzal. Menga qara, oshirib boryapsan. Nima? Endi sen ham ular tomondanmisan? Yo'q, tushunmading. Shunchaki men. Nega hozir oldimda boshqasi emas, sen turibsan? Hozir Sasuke bo'lganda meni aniq tushunardi. Yolg'izlik nimaligini sen tasavvur ham qila olmaysan. Nima demoqchisan? Qisqasi, yoqmayapsan. Qahramonni qizi deng. Naruto, o'zingni doim shunday his qilganmisan?